Hop, mana qurilish jarayoni ham videoga tashlab qo'yib bitganini, qo'shayotganini ko'rdim. Dorizaxona. Bu yerdan kirish, chekkada shu kabina, bu yerda kichkina kuxna, детский yotoqxona. Ikki etaj bo'ladi bu yer. Podushka 90 ga 50 joyi ham bor, 40 joyi ham bor. Tepasi 40 ga 40. Narchik 50. Mana bu joyga figura chiqadi. Shuni kelib turib, tashqariga chiqib turib, bunday yurib turib, yana kirib turib, yana to'g'ri yurib turib, yana chiqib, bunday urilib, yana to'g'ri bo'ladi figura. Shunaqa gaplar, proyektini o'zimiz tuzganmiz buni ham, narigini ham. Narigi eski uy endi ancha yillar oldin qurilgan. Xong'ishda bu yerda seysma poyezd bor, na kolonna regel bor, na vitishka bor, na kanalizatsiya bor unda. Hech bola yo'q, to'rtburchak qilib qurilgan uylar ular. Bunisiga pastlariga kanalizatsion qo'yib yuborganmiz. Suv uchun.